Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Mana Usmon tog'amiz kelibdi fermamizga. Usmon tog'a mashina ovoz olaman deb kelibdi. Nima deysiz? Olalasizmi bu molni o'zi? Yermaydi, molingni hisobla Usmon tog'angga. Bu moling nima bas? Yo'q, Olaman. Usmon tog'ang puli yetmasa kredit olib bo'lsa ham olaman. Men dadangga aytganman, agar pulim yetmasa kredit olib bo'lsa ham olaman deganman. Mana lekin pulim yetar ekan bu molingga. Qadrli obunachilar, hozir baraka bo'lishlarini ko'rasizlar. Agarda oladigan bo'lsangiz, uyingizda mollarni ham bir qator reklama qilib beraman o'zi. Besplatni. Bo'ldi gap. Bormi bundan zo'rlar? Bor. Ko'ramiz. Buni nechta pul qo'yapsiz o'zi? Nechta pul qo'yapsiz? Dadang $3000 deyapti, 2800 qo'yapman, bo'ladimi? 3000 dan kami yo'q. Bo'lmaydimi? O'tib berasiz, chapcha. Yo'q, magazinlar ko'p bo'ldi. Semental shunday bo'ldi. Siz bilan shunaqa gaplashamiz. Yo'q, semental hozir xolos. Hoji aka, Usmon akam aytgan puliga oldirdim, negativ ko'paygan. Unga nima deyman? Mendan necha marta olgan bo'lsiz, biror so'm o'tib berganman. O'tib bermaysiz, lekin men baraka topganman. Bu sementaldan baraka topganman. Eshikdan chiqqandan keyin qilaman, ziyon qilaman men ishim. Buni aqli yetgan yurak jizillagan oladi, ishquvozda. $4,5 4,5 oylik bezo $3000 bo'lyapti. Oz pul emas. Lekin o'shaga yarasha. Vistavkaga chiqadigan narsa. Bo'ldi mana vistavkaga chiqamiz. 5 oy boqing, mana $10,000 ga berasiz. O'zi sotib berasiz. Va xolos. Bo'ldi. O'zim reklama qilib beraman. 2900 ga berasizmi? Qadrli obunachilar, $2900 narx qilishyapti. Mana shu arziydimi? Kommentariy yozinglar-chi. Qayerdan kuzatyapsizlar? Yozinglar. Usmon tog'a olib baraka topasizmi shekilli? Baraka topaman. O'tgan safar olganingizda rosa negativchilar negativchilar uradi. O'sha 12 millionligida olganimda ham negativ bo'lgan. Ha. 40 millionlik olganimda ham negativ bo'ladi. Bu negativlar yozgan sari sen o'sishing rivojlanaveradi. O'saversan, ha. Qancha negativ ko'paygan sari o'shancha rivojlanish bo'ladi. Shuning orqasidan non yeyapmiz, tirikchilik qilyapmiz. Rozimisiz $3000 ga? Oldim 3000 ga mol. Yo'q-e? Ha, oldim. Oborasizmi? Oldim. Qadrli obunachilar. Nima qilib berasan? Olib ortirib berasan? Bo'ldi. Dastlabki o'zimdan. Oborib, uyingizda mollarni ham ko'rsatasizmi shekilli? Ko'rsataman. Reklama sotilaydigani bor. Ishqivozi bo'lsa menga o'xshagan. Ha. Kasali bo'lsa pulni ko'tarsa sotiladi 10 ta bor. Bo'ldi gap. Obunachilar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Uyda mollarni ham ko'rsatib, mana shu mol obunachilar $3000 ga arziydimi? Kommentariy yozinglar. Kimda shunaqasi bo'lsa, olaverasizmi? Olaveraman. Mana shunaqa jizillatadigan zo'ri bo'lsa olaveraman. U telefon nomeringiz nechi edi? 91lik 91lik 327 327 7949. 7949 aloqaga chiqaverasiz. Shunaqa zo'ri bo'lsa, kasali, haqiqiy molli ishqivozi bo'ladi Usmon tog'a. Bo'lsa olishaveradi. Joning sog' bo'lsin. Mashalloh deb kommentariya o'z fikringizni yozib qoldirasiz. $3000 ga baraka bo'ldi. Mana qadrli obunachilar, Usmon tog'ning uyiga va nihoyat yetib keldik. Hozir mollarni sekin ko'rsatamiz. Qimmat moshada, qimmat mollar mana kelishda davom etyapti. Moshani yotkizib qo'ydi. Necha kilo chiqadi bo'ylaysiz? Nima? Ha. 300 ga yaqin bo'lsa kerak-a? 250. 250 atrofida-da. Balandroq. Yomon og'ir ekanmi? 270 ga Boradi. Oldim men ham e'lon. Bo'yi ham rosa baland ekan-da, labi bilan teng kelib qoldi. Men videoni qo'shib ketdim. Ha, joning sog' bo'lsin. Ana akalar. Joning. Olgan bu qachon kerak? Qadrli obunachilar, bu o'zi $3000 ga arziydimi yo arzimaydimi? Kommentariy yozinglar-chi. Bu akamiz Arziydimi, arzimaydimi, ishqivoziga farqi yo'q, bobo. bu foyda qilalasizmi olib Qilmasam keyf qilaman. Menga shunisi qiziq. Ha. Bo'yi 120 ekan, kilosi shu 250 dan baland. Yoshi necha oylik hoji? 4,5 oylik. 4,5 oylik, 5 oylikka yaqin. Sutdan chiqqan-a 100 foiz. Ha, sutdan chiqib ketgan. Masalan, chiqib bo'ladi. Tepadan qaranglar joning. Ovozi bo'lsa, Olib keling-chi qani, yuzdalarni ham bir ko'raylik-chi. Ko'rasizlar. 3000 ga oldim, ustiga yursa sotiladi. Sotasizmi? Ustiga yursa sotib olaman. Menda ishqivozi bo'lsa, Nech pul ustiga sotasiz? ayni unisini kelishamiz. Telefon nomeringizni yana bir marta aytib yuboring. 91lik 327 Aha. 79 7949. 79 49. Aloqaga chiqasizlar. Qadrli obunachilar,
Buqam turishni qaraydi. Joningni. Mana o'zini buqalari. Mashlar menga shu vaqt etdi, Usmon tog'a. Salom alaykum. Bobo. Sen ko'rsat bobo, mashlar yoshidan o'tgan bir 13-14 oylik buqa. Shularni maqtayapsiz-da menga? Mana sotiladi. Ha. Mana shu. Narxi 47 million, kami bor. 47 million. 47 million. 13 oylik. 13-14 oylik. Bo'yi 1.30 dan baland, 1.35 ga yaqin. Tepalari ham yaxshi Pachka ekan. bo'lyapti mana, pachka. Yaltirlagandi. Yaltillatdi, yaltillatdi. Qani bag'dami endi zo'rlari? Yomonlari bor. Yo'g'y. Ha, Oy, kallasini tikka ko'taradiganlar ekan-da. mana. Temir qo'yaylik bobo. Mana shuni narxi ish quvosi bo'lsa 5000 bo'ldi. 5000 dollar. 5000. Senikini 5 oylik biz o'yinda 3000 ga olganman men. Ha. Buni narxi 5000 bo'ladi. Ish quvosi bo'lsa telefon qilsa. Bu necha oylik? Bu 9 oylik. Chiyaptimi hozir ham yo'q? Chichimida yem yeydi-yu. Yemaydi? Enasi yo'q, enasi qolgan uylar. To'qol ekan-a bu? Qo'qol qimillaq shoq mana. Ha, qimillar. Plus kuydirilgan-da. Kuydirilgan. Endi bular hammasi sotiladimi? Ish quvosi bo'lsa telefon qilsa bunga narx aytmayman qolganiga. Telefon qilaveradi, pulini ko'tarsa sotilaveradi. Monchadan monchagacha deyishingiz kerak menimcha. Xullas, mana shu 5000 bo'lsa, mana o'zi 50 million kami bor. Qolgani shu 45, 46. Ichida bitta maydarog'i bor. Mana shu. Bu ham mayda emas, 7-8 oylik o'zi. Nisbatan kichkinaroq. 42 million. 42 million. Ha. Qadrli obunachilar, ko'rib turibsizlar, buqalar haqiqatda Qolab yaxshi ekan. terib olingan. To'g'ri kelgani olinmagan. Terib, eng zo'rlari bidanani bitta zo'ri bo'ladi, o'shanchadan olingan. Oy, 3-4 yil oldin olgandingiz-ku. Ha. O'shanda negativchilar kommentariyasiga hozir ham kirsam yomon gaplar gapirgan ekan. O'sha seni molingni olganingdan sham meni rivojlanmani ko'ryapsan hozir. Nechta mol bor? Negativchilar ko'paygan, siz rivojlangan. Negativchilar yozgan sari sen bilan bizning ishimiz rivojlanaveradi. Yozishaversinmi? O'sha paytda 12 millionni ham qimmat deyishgan, hozir 3000 dollar bo'lsa qimmat deyishgan. Hozir olaverasizmi axir? Nimani olaman? Buzoqlar. Asha sutdan chiqqani. Olaman. Hozir bunga nima beryapsiz? Kepek, kunjara, ozgina. Silus. Shu olasizmi? Ha, nima beraman boshqa? Mana o'sha ham sotiladi ikkovidan. Necha pul bular? Bular ikkovi 88 million. 288 million. 8 oylik bular. Ammo Usmon tog'a, ammo turishini qarang bu. Ey, asha bilan teng ekan bu bezo'ya. Ey, Polvon. turishini qaranglar, ko'zchi. Ovozi bo'lsa aloqaga chiqaveradi. Menga qizig'i yo'q. Men sizdaqa kayf qilgani boqaman, deydigani bo'lsa aloqaga chiqaveradi. Bo'ldi gapi. Faqat negativlar kerak emas. Negativlar. A negativchilar portlatadi hali. Portlataversin. Ovozi olaveradi. Aloqaga chiqaverasizlar obunachilar. Mashina ham sotiladi. 91lik 327 79 49 aloqaga chiqaverasizlar. 44 milliondan kami bor. 44 dan kami bor. Kami bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Bu ham o'zimdan chiqqan, dehqonga berib qaytarib sotib oldim. Ko'chatlari zo'r, baqbaqalarni qarab, yerga tegib qo'yadi. Haqiqatda babaqalar zo'r ekan. Janob, mana qaranglar. Mana u ham sotiladi. Uni aytdik. Ha, aytdik.